Barchaga assalomu alaykum. Ismim Ahmad, International School operatsion direktoriman. Bugungi kungacha 15 yildan beri tizimlashtirish, boshqaruv, odamlarni, resurslarni boshqaruv bilan shug'ullanaman. Bugun sizlar bilan bir mini podkastcha o'tkazmoqchiman va ma'lum bir qiziq aynan boshqaruv tizimidagi funksionallarni tushuntirmoqchiman. Hop, birinchisi bu boshqaruvdagi eng katta xatolar bu boshqaruv teng nazorat. Ya'ni boshqaruvda hamma narsa siz qilmasangiz ham o'zi ishlaydi. Misol uchun siz tasavvur qiling, savdo bo'limi, call centerdasiz va shaxsan o'zingiz qo'ng'iroqlarni eshitib o'tirib, har bitta call operatori oldiga borib aytib chiqyapsiz. Davay, samamnaq qilgan. И kasal bo'lib qoldingiz. Kasal bo'lib qolsangiz, o'sha kundagi siz chiqqan kundagi sifat bilan va siz chiqmagan kundagi sifatingiz reski farq bor. Bu nimadan dalolat? Bu siz to'g'ri tizim qo'ymagansiz. Ya'ni skript yo'q, checklist yo'q, spin savollar yo'q. Ya'ni siz misol uchun call center misolida aytaman, call centerni aniq reglament qilib bermagansiz. Call center ishga kelganda soat nechida keladi, kimlarga telefon qilish kerak, qanaqa skript bo'yicha gaplashish kerak, skript bo'yicha gaplashmasa qanaqa punishment, ya'ni jazo oladi, skript bo'yicha gaplashib to'g'ri ishlasa qanaqa jazo olmaydi. Har tomonlama siz bu narsani to'liq bilishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu birinchi blok boshqaruv haqida eng katta xatoyimiz bu tizimlashtirayotgan paytimizda aniq reglament, ustav qilmaymiz. Agar более professionalniy urinda aytadigan bo'lsak, SOP, standard operating procedure yo'q. Ikkinchisi, nega bitta zo'r gap bor, nega yaxshi odamlar yomon ishlaydi deyshadi. Bu nima degani? Ko'pincha biz xodimlarni yomon emas, yomon tizim deb tushib qolgan deb aytamiz yoki agar xato takrorlansa bu ayb emas, bu konstruksiya deb aytamizda. Lekin administrator misol uchun mijoz yozuvni registratsiya qildi, bir marta xato qildi, ikkinchi marta xato qildi, uchinchi marta xato qildi va biz bu narsaga unga aytamizda tizimda muammo, o'zi tizimda muammo, boshqa narsada deb aytamizda. Lekin o'zi eng asosiy muammo bu biza xodimda emas, biza o'sha tizimda ko'ramiz, lekin tizim qilinmagan bo'ladi. Bu nima degani? Siz har doim bu hozir administratsiyaga o'tdikda, administratsiyada biza zo'r xodimni ham yomon qilib qo'yishimiz mumkin. Zo'r kadrda sotuvni zo'r biladi, lekin sizni kompaniyangizga kelib u yomonlashib ketishi mumkin. Nima hisobiga? Chunki siz administratorga aniq checklist skript bermagansiz. Ya'ni call operatordagi sotuvchi bilan administratordagi sotuvchi katta farq qiladi. Nimaga? Chunki administrator birinchidan chiroyli kiyingan bo'lishi kerak, duhiy opryatniy bo'lishi kerak, kulib javob berishi kerak, o'g'il bolalar kostyumda, qizlar ham kostyumda bo'lishi kerak, turib kutib olish kerak, sotuv qilayotganda robot bo'lishi kerak emas, unga emotsiya berish kerak. Shu nuqtai nazardan har doim bu chiroyli ustav qilingan bo'lishi kerak. Uchinchisi bu rahbar bilan operatsion boshqaruvchining farqi. Asosiy g'oya bu doim mana eng yomoni bu yomon rahbar kim desangiz, har doim o't o'chiruvchi vazifasini bajaradigan rahbar. Ya'ni keladi, pojar bo'ladi, o'zi kelib o'chiradi, ketadi. Keyingi safar bu yong'in qaytarilmasligini ta'minlab bermaydi. Ikkinchisi bu sababini o'sha bilmaydi va hamma narsani hal qiluvchi operatsion direktor. Bu eng yomon direktor hisoblanadi. Hammasiga tiqilaveradi. Hamma xodimni unga yozadi. Ahmad aka nima qiling? Ahmad aka nima qiling? Bu. Ya'ni hammasi sizga yopishib oladi. Bu zo'r tizim emas. Ya'ni misol uchun ertalab uyg'ondingiz, mijoz norozi bo'lyapti. Qaysidir xodim chiqmay qoldi deylik. Ya'ni kecha qaysidir xodim mijoz bilan gaplashuvdi, o'sha mijoz bilan gaplashgan xodim chiqmay qoldi va u telefon qilib o'sha mijozni chaqiryapti. Nima qiladi? Ko'pincha holatda sizni boshqa xodimlaringiz sizga telefon qiladi-da, Ahmad aka muammo bor, hal qiling deydi va siz uni hal qilishga harakat qilasiz. Lekin tegi qanaqa bo'lishi kerak? U farqi yo'q kim bilan gaplashdi, qaysi mijoz bilan qaysi xodim gaplashdi. Hamma xodimlaringiz aniq konfliktni
o'chirishi, konfliktni muammosini yechimini 100% bilish kerak. U agarda bilmaydigan bo'lsa, nima kerak bor u odam ishlashi. U qanaqa qilib u biladi desangiz, siz unga oldindan qo'liga gayd berasiz, kitobcha berasiz. O'sha kitobda hamma narsa yozilgan bo'ladi. Bu 3-blok. 4-blok bu kompaniya o'sishdagi eng xavfli nuqta hisoblanadi. Siz kompaniyasiz 500 ta o'quvchingiz bor. 500 ta o'quvchidan rezki sentyabr oyida 1000 ta bo'lib qoldingiz. Va makkillashni boshlaysiz. Ya'ni xaos boshlanadi. Boshqaruv tizimidagi tushunmovchiliklar, yangi xodimlarni olishni boshlaysiz. Yangi xodimlar onboarding paytida tushunmaydi nima qilishi. Hamma narsa og'zaki bo'ladi. Sen mana buni qilgan, sen buni qilgan, sen bu qilgan. Siz o'rtada turasiz, giroyga o'xshab, Robin Hoodga o'xshab muammolarni yechishga harakat qilasiz, zo'r ishingiz ketadi, lekin bir oydan keyin siz kuyib ketasiz va davom ettira olmaysiz. Ya'ni bu ham albatta hamma gap standartga tushyapti-da, hamma gap SOP ga tushyapti, hamma gap tizimlashtirishga ketyapti. Misol uchun misol aytaman, 10 kishi bo'lganda barcha protsesslar zo'r ketgan, 100 kishi bo'lib qoldinglar, yarim sostav bilmaydi nima qilishni. KPI yo'q, tushunmovchilik bor, hisobotlar yo'q, hamma joy byurokratiya, ya'ni biz qog'oz Telegramda, chatlarda yozamiz. Ya'ni aniq reja yo'q. O'shanda kompaniya o'sishdagi eng xavfli nuqta o'sha bo'ladi. Ya'ni risk o'sishingiz. Shuning uchun hech qachon kompaniya riskga sakrab o'tish kerak emas. O'sish kerak Kaizen. Kaizen degani siz kompaniya o'sayotgan paytda nuqtalaringizni yana o'stirib olishingiz kerak. Keyingi rost bo'lish uchun. Biz nima qilamiz? Mana bunday o'samiz. Biz bundan o'sishimiz kerak, to'xtatishimiz kerak Kaizen. Joylashib olamiz, to'g'rilab olamiz. Yana Kaizen degani to'xtovsiz o'sish. Keyingisi nega biz olayotgan bilimiz natija bo'lmaydi? Nima degani bu? Biz umumiy har doim mana siz operatsion direktorlarga tegishli bo'lgan videoda Reels olamizda har xil videolarni ko'ramiz, boshqaruv tizimidagi har xil videolarni ko'ramiz. O zo'r ekan, Meni ham misol uchun ko'ryapsizlar. Meni videolarimni ko'ryapsizlar-da, lekin hayotga tatbiq qilmayapsizlar. Hayotda ishlatmayapsizlar bu narsani. Not qilish kerak. Mendan qanaqadir bilim oldinglarmi, hayotda tatbiq qilib ko'ringlar. Qanaqa bilimlarni, misol uchun, maksimal ishchilarni xodimlarga tarqatinglar, zadachani. Xodimlar oldinglarga menda muammo bor deb kelmasin. Menda yechimi bor, A variant, B variant. Qaysi birini tanlaydi deb gap bilan kelish kerak. Hammasi tizimlashtirilgan bo'lishi kerak. Yangi xodim ishga kelganda u eski xodimdan o'rganish kerak emas. U konkretni reglament bo'yicha o'rganish kerak. U reglamentni check-upini siz qilasiz. Ya'ni onboardingdan keyin siz rahbar sifatida uni oldingizga chaqirib, reglamentni olib, check-up qilasiz. U undan oldin testdan o'tgan bo'ladi. Google Doc qilasizmi yoki app qilasizmi? U testdan o'tib bo'ladi. Uni bitta check-up qilib olasiz, xotirjam bo'lish uchun. Ya'ni siz hozir olayotgan bilimingizni yozib oling. Bu men sizga fikratsiya tushuntiraman. Introduction. Introda men sizga tez hamma bilimlarni beraman. Uni 2-3 marta ko'rganingizdan keyin tushunasiz. Bittada men tez gapirayotganim uchun qiyin bo'lishi mumkin. Keyingisi yana yomon tomoni bu rahbar sifatida, ya'ni operatsion direktor sifatida biz o'zimizdan kuchli insonni ishga qabul qilishga qo'rqamiz. Ya'ni hozir u odam kesadi, meni joyimni olib qo'ysa, meni ishimni olib qo'ysa deb qo'rqamizda, hamma luzerlarni, bizani aytganimizni yes sir deganlarni hop bo'ladi deganlarni yig'ib olasizda, keyin natijaga erishmaysiz. Har doim direktor o'zidan kuchli odamlarni yig'ish kerak atrofiga. Direktor nima qiladi? Direktor visioni bor, ideyasi bor. U ideyani qanaqa qilishni biladi va unga shu ideyani tatbiq qilish uchun aqlli bolalar kerak. Aqlli bolalar, u geniy bolalar haqida gapirmayapman. Aqlli degani bu ham aqlli, ham duh vagon. Bosamizmi? Bosamiz deydi. O'zini olmaydi. Go, gaz deydi. Chunki mana negativ bo'lmaydi. Balkim bo'lar, balkim bo'lmas. Bunaqa xodimlarni sira o'solmaysizlar. Ya'ni sizni visioningizga to'g'ri keladigan, sizdan aql jihatdan kuchliroq insonlarni olsangiz, o'shanda o'sasiz. Xo'p, undan keyin bu eng oxiri tizimlashtirish deganda robot bo'lish kerak degani emas. Hamma yo'nalishlar ham 100% tizimlashmaydi. Qaysidir yo'nalishda siz qo'shilishingiz bor, qaysidir yo'nalishda siz qo'shilmasligingiz bor.
bularning hammasini kompleks, bitta yozmasligi umumiy 7 ta, o'zi 100 tadan ortiq yo'nalishlar bor. Har bittasini ichiga kirish kerak. Men sizga 7 tasini ko'rsatdim, 7 tasini. Shu 7 tasini poverxni, hozirgi aytgan bilimimni ozgina ishlatsangiz ham уже o'sasiz. Lekin uni ichkariga kirib, uni o'rganish uchun albatta uni siz bunga seryozni qarab bilim olishingiz kerak bo'ladi. Mendan bilim olmoqchi bo'lsangiz, bemalol sizlar o'sha Telegram botga kirsanglar bo'ladi. Top Nazarov bot. O'sha yerda kanalimiz bor. Kanalda men yuborib qo'yganman. Qanaqa tizimlashtirish gruppalarimiz bor. U yerda nima qilamiz? Misol uchun gruppaning maqsadi nima? Gruppada misol uchun har hafta ma'lumot tashlanmasligi mumkin. Lekin sazon qilamiz, gaplashamiz. U tizimlashtirish, boshqaruv tizimi nafaqat bu bitta o'quv markaz ma'nosida. Men sizlarni qanaqa o'quv markazi ochilish kerak, ingliz tili o'quv markazini qanaqa ochish kerak, international qanaqa qilish kerakni o'rgatmayman. Bu international bu savokupni 5-6 ta elementi qo'shilgani, ya'ni u faqat tizimlashtirish deb o'smagan. Men sizga u любой yo'nalishda qanaqa qilib siz zo'r boshqaruvchi bo'lish keragingizni o'rgataman. Men misol uchun kafega qo'yib qo'ysangiz ham zo'r boshqaraman. Tam любой zavodga borsangiz ham bir xil boshqaraman. Natija bor, KPI bor, xodimlar bor. Shuni o'rgataman. Siz umumiy teoriyasini va praktikasini tushunib olsangiz, undan keyin farqi yo'q qaysi tizimni boshqarishingiz. Agarda shu video sizga manfaatli bo'lgan bo'lsa, siz nimadir bilim olgan bo'lsangiz, men xursand bo'lardim. Mana shu izohda nima insight olganingizni yozib o'tsangiz. Qolganlar ham o'qiydi-da. Misol uchun, balkim shu videodan kimdir tushunmagan bo'lishi mumkin. Shu video qayerda qo'yilgan bo'lsa ham, izohda yozing. Men mana bunaqa o'rgandim Ahmad aka, mana bunaqa o'rgandim. Men eng yaxshi izoh yozgan insonga tekinga bitta do'stni beraman. Rostdan ham qiziqayotgani uchun, rostdan ham shu tizimda o'zini kelajakda ko'rmoqchi bo'lgani uchun o'sha gruppaga qo'shaman. U yerda men shaxsan javob beraman. Shaxsan Google Meet'da sazon qilaman va shaxsan o'sha telefon, o'sha video orqali gaplashaman. Rahmat kattakon. Bu video yangi yil arafasida yoki yangi yil kuni qo'yiladi. Agarda yangi yil o'tib bo'lgan bo'lsa, o'zingizga qo'yilgan maqsadlaringizga albatta erishing. Agarda yangi yildan oldin bu videoni ko'rgan bo'lsangiz, sizga eng yaxshi tilaklarni, oila tinchligi, baxt farovonligi va har doim bitta maqsad qo'ydingizmi, oxirigacha yetib kelishingizni va the number one bo'lishingizni tilab qolaman. So see you next time. Ko'rishguncha. Thank you very much. Bye.